sinfdoshlar, xush kelibsizlar. Mana shunday kunga yetkazgan Allohimga rahmat deya, mana shu yerda bir ovozlaringiz eshitilsin. Oldin maktab payti qanday baqirardik. Ana bir jonlanib oldik. Mana shu yerda ustozlarimiz tashrif buyurgan. Birinchi bo'lib mana shu ustozlarimizdan boshlasak, so'z berishdim. Mana shu dasturxonimizga mana shunday bazmimizni chiroyli qilib ochib bersalar, bir tilak bildirsalar. Keling ustozlar. Hammasini chaqiramiz. Ustozlarimizni hammasini mikrofon qarshisiga lutfan taklif etamiz. Iloji bo'lsa, ana shu tomondan olsak bo'ladi. O'tirgan joylar. Eng mas'uliyatli kasbni tanlagan ustozlar bo'ladi. Bankirlar ham unchalik qiyin emas kasbi, hunarmandning ham qiyin emas kasbi. Eng qiyin kasb sizlardadir. Mana shu yerda mikrofon qarshisiga sizlarni chaqirsam, ozgina mana shu davramizni chiroyli qilib ochib bersalaringiz. Hayri ustoz, keling. Iloji bo'lsa bu tomonga turaylik, iltimos, uzr lekin. Ozgina turaylik. Keling, uncha uzoqqa ham bormaymiz. Mana shu yerda o'zida. Ana. Mana bu eshitayapsizmi? Lineyada ham ustozlarimiz mana shunday gap talashib qolardi. Sinf Uyda nima qilasizlar? Yaxshida mana. Ana ustozlar. Bir qarsak chalib qo'yaylik ustozlarga. Omon bo'linglar. Ana. Ustoz, xush kelibsiz. Bugungi xursandchilikda o'zingiz chiroyli qilib ochib bersangiz va qolganlarga so'zni beramiz keyin. Assalomu alaykum hurmatli mening sobiq o'quvchilarim va bizning sobiq o'quvchilarimiz. Mana bugungi to'ylaring bilan hammangni tabriklayman. Mana shunday hamjihatlik bilan bir-birlaringni o'tirganday bo'lmaganlar. Ko'rishib hammaning yuzida tabassum, ana shu tabassum hech qachon arimasin. 40 yillik, 50 yillik, 60 yillik bo'lsin. Doim ishlarida omad. Hayotga olg'a qadam tashlayveradilar. Men shu gapni avvalab aytganman, keyin hazram aytaman. Mening o'quvchilarim deb faxrlanaman. Menga salom berib kelsa kimida odamcha, mening o'quvchimdan degan gaplar bizning ustozlarimizdan o'tgan o'tadi Xudoimizga. Hali ko'p salomlashamiz, ko'p to'ylarga o'tiramiz. Rahmat. O'tmasam birinchi karga. Mana bugungi sizlarning diydor g'animat uchrashuvlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Hammalaringiz mana shu kungi bayramlar